Ahmoqona o'ylaydigan insonlar uchun bu video murojaatim. Ya'ni bundan oldingi videoda bir ikkita shunaqa sharhlar bo'ldiki, umuman olganda 10 mingta sharhdan 100 tachasi shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa o'ylaydiganlarniki bo'lishi mumkin. Ular ham nima deyishyapti? Ya'ni men rus tilini bilmaganim uchun, bilimsiz bo'lganim uchun alamzada shunaqa video ishlab chiqargan ekanman. Ularni o'ylashligi bo'yicha men bonga kirganman va bonga kirganimda o'tda o'zbek qiz menga rus tilida gapirgani uchun men uni nima deganini tushunmay qolganman va shuning uchun ham alamzada bo'lib shu videoni ishlab chiqarganman. Bundan oldingi videoni. Agar siz ham shunaqa o'ylaydiganlarning qatorida bo'ladigan bo'lsangiz, o'tirib olishingizni so'rab qolaman, chunki bu yog'iga juda ham qiziq bo'ladi. Объясняю для особо одаренных, хорошо владею русским языком. Да, я могу владеть не идеально, но это и мне не надо, потому что я узбек и живу в Узбекистане. Я даже читаю книги на русском языке. Я управлял сотрудниками в течение 3 или 4 лет, которые говорят только на русском языке. Да, у меня может быть акцент или что-то такое, но это нормально, потому что я не русский. Думаю, я более чем доказал, что я знаю русский язык. Endi u yog'iga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, bon masalasi. Bonda shunaqa narsa bor ekan, juda ham ko'p insonlardan murojaat kelyapti. Bitta inson qahva qiluvchi, Dubayda ishlab kelgan, 7-8 yil o'shatdi, juda ham zo'r qahva qiladigan inson ishga kirmoqchi bo'lgan bonga va ishga kirmoqchi bo'lganda o'zbek bo'lgani uchun undan so'rashgan, rus tilini bilasanmi deb. U aytgan, yo'q, rus tilini bilmayman deb. Shuning uchun ham Bon va Kafilitoga o'xshagan brendlarga ishga kira olmagan ekan, aytib berishi bo'yicha. Lekin agar bonga kirib ko'radigan bo'lsanglar, aynan Amir Temur men kirgan ko'chada ham o'tda o'zbek tilini bilmaydigan rus xodimlar ishlab yuribdi. Biz O'zbekistondamizmi? Men faqat O'zbekistonda o'zbek tili muhim bo'lishini so'rayapman. Birinchi o'rinda bo'lishini so'rayapman. Rus tili, ingliz tili, karis tili, xolagan tilinglar keyinchalik tegidan yozilishi yoki gapirilishi mumkin. Mijozlar bilan ko'rishayotganda o'zbek tilida assalomu alaykum deb ko'rishiladi. Chunki biz O'zbekistondamiz. Hatto Yevropaga boradigan bo'lsangiz ham Italiyada ham o'zini tilida ko'rishadi, Germaniyada ham o'zini tilida ko'rishadi. Keyin siz ingliz tilida gapirishni boshlasangiz, siz bilan ingliz tilida gaplashishadi. Bu juda ham oddiy narsa. Men oddiy narsani so'rayapman. Oddiy narsa butun dunyoda bor narsa, O'zbekistonda ham bo'lsin deyapman. Tushuntirib bera oldim degan umiddaman, fikrimni. Bir xil aytayapti, u sizni tanimagan, ko'rinishingiz yevropeyskiga o'xshaydi, shuning uchun ham shunaqa deb o'ylagan deyapti. Men yevropaliklarga umuman o'xshamayman, bu birinchidan. Ikkinchidan, menda hatto videolari ham bor. Men ularni videoga olganman. Nimaga men bilan rus tilida gaplashyapsiz deb, nimaga bu savolni berganman? Chunki Bon korxonasi meni sudga beradigan bo'lsa, agar bo'lmagan vaziyatni chiqaryapti, bizani obro'sizlantiryapti deb chiqaradigan bo'lsa deb olib qo'yganman o'sha videoni. O'sha videoda o'sha qiz aytib turibdi, "Men sizni tanidim, bilganman, tanigan edik sizni" deb turibdi. Kompaniyalarda ruscha gapiriladi boshida ko'p. Endi ko'pincha shunaqa ruscha gapiradi. Nimaga qarab? Do'stiga qarab. Rostiga? Do'st, mehmonlarga qarab. Ha, shu yerda ham ruscha gapirasizlar. Mehmonlarga qarab. Yo'q, men o'zbekman-ku, ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Yo'q, o'rislar qora bo'lmasa. Rostdan-da. Taniymiz. Yana nima xohlayapsizlar? Rus tilini bilar ekanman. Idealni bilishim shart emas, rus tilida tushuntiradigan bo'lsak. Ikkinchidan, o'zimning tilim muhim bo'lishini o'zimning vatanimda xohlayotgan ekanman. Men ham shunaqalardan edim. Qanaqalardan? Ya'ni rus tilini bilganim uchun kafe, restoranlarda insonlar rus tilida menga murojaat qilayotgani men uchun oddiy hol edi va hamma bilish kerak deb hisoblaydigan va men ham ruslar bilan birga katta bo'lgan inson edim. Lekin bu noto'g'ri. Bu o'zimizning milliy ona tilimizni yo'q bo'lib ketishiga olib kelyapti. Bu qanaqa bo'lib kelyapti? Shuncha odam o'zbek tilida gapiradi-yu desanglar, yo'q. Rus tili so'zlarini ko'p aralashtiramiz. Shunaqa juda ham ko'p so'zlarimiz chiqib ketib qolgan. Biz uchun qiyin tuyulib qolgan o'sha so'zlar. Unaqa bo'lish kerak emas. Misol uchun muvaffaqiyatli so'zini ham kamli ishlatadi. Успешный deb qo'yadi. Yoki ingliz tili aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Unaqa bo'lish kerak emas. Shunaqa sekin-sekin til chiqib ketadi. Ha, biz o'zbek tilida gaplashyapmiz, lekin o'zbek tilida emas bunday o'ylab qaraganda. Shuning uchun ham bu video murojaatda hamma narsa tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bunaqa korxonalar rus tilini birinchi o'ringa qo'yadigan bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Nimaga? Sababi aytishingiz mumkin, mijozlarning katta qismi ruslardir-da, shuning uchun ham ruslar uchun ko'proq rus tilini biladigan xodimlar olishar ekan deb. Ha, shunaqa bo'lgan taqdirda ham biz O'zbekistondamiz. Ya'ni menga o'xshagan odamlar kiradi unaqa joylarga. Kirganda o'zini tilida gaplashishni xohlaydi, chunki biz chet elda emasmiz. Men Yevropada yurganimda borganman. Misol uchun chet davlatlarda yurganimda yoki Rossiyada yurganimda mayli rus tilida gaplashishim kerakdir. Nimaga men O'zbekistonda ona tilimda gaplasha olmayman? Nimaga men o'zimning vatanimda o'zimning tilimda gaplashish uchun kurashishim kerak? Nimaga men o'zimning vatanimda boshqalar ham meni tilimda murojaat qilish uchun kurashishim kerak?
Bu oddiy holat bo'lishi kerak. Qanaqasiga eng zo'r tomoni bo'lishi mumkin. Kiraman qahvaxonamni xohlagan joyimga. Fitness bo'ladimi? Hozir fitnesslarda ham bunaqa muammolar ko'p. Assalomu alaykum. Bo'ldi, shunaqa kutib olishdi. Men va alaykum assalom yoki здравствуйте desam, keyin rus tiliga o'tib ketishi mumkin. Yoki assalomu alaykumga va alaykum assalom qaytarsam o'zbek tilida gaplashishi mumkin. Yoki hello desam men bilan ingliz tilida gaplashishi mumkin. Bo'ldi. Shunaqa butun dunyoda. Bizda ham shunaqa bo'lishini xohlayapman. Ani ovqatlar turadigan menyu bor-ku, ruschasiga ketadigan bo'lsa, o'shalarda ham Bon va shunga o'xshash joylarda rus tilida yozib qo'ygan faqat. Bon umuman olganda fransuzskiy brend ekan, o'zligini aytishligi bo'yicha, ya'ni Fransiyaga aloqador. Kofilari Braziliyaniki. U O'zbekistonda joylashgan. Nima aloqasi bor rus tilini bu yoqqa? Hatto klientlari rus tilida ko'p gaplashadigan bo'lgan taqdirda ham birinchi o'rindagi til o'zbek tili bo'lishi kerak. Borib Rossiyada agar o'zini joyini ochadigan bo'lsa, Bon o'shanda rus tilini birinchi o'rindagi tilga qo'yishi shart bo'ladi. O'zbekistonda ham o'zbek tilini birinchi o'ringa qo'ysin. Aniq qilib aytadigan bo'lsam, bu muammo qatdan paydo bo'ladi. Ikkita o'zbek bir-biri bilan rus tilida gaplashish mumkin degandan paydo bo'ladi. Aynan o'sha qahvaxonadagi vaziyatga o'xshagan vaziyatdan. Ya'ni ikkita o'zbek ham biladi, o'zbekchani aralashtirsam ham, ruschani aralashtirsam ham babi meni tushunadi deb til buzilishiga olib keladi. Videoda ko'rgan bo'lsanglar, men o'zim ham rus tilida ko'p gapirganman, ya'ni rus tili so'zlarini aralashtirganman o'zbekchada gapirayotganimda ham. Bu virus. Men o'zim shu vaziyatdan chiqib ketish uchun qancha harakat qilib, hatto storieslarimda ko'rgan bo'lsanglar, obunachilarimdan ham so'raganman. Ko'p yozib turinglar, iltimos rus tilini aralashtirayotgan bo'lsam, hatto pul ham beraman degan darajagacha ham kelib qolgan vaziyat. Va men hali unaqa past pog'onada emasman. Ko'p o'zbeklarimizda bor, past pog'onaga tushib ketgan juda ham. Gapirayotganida o'zbek so'zini aralashtiradi. Rus tilida gapirib o'zbek so'zini aralashtiradigan darajaga kelib qolgan. O'zbek tilida rus tilini aralashtiradigan emas. Shuning uchun bu muammo bilan kuchliroq kurashishimiz kerak deb o'ylayman. Aytganimdek, agar men xuddi shunaqa rus yoki ingliz tilini o'zbekchada gapirayotgan joyimda aralashtiradigan bo'lsam, bugundan boshlab bemalol menga bu narsa haqida yozishinglar mumkin. Bundan keyingi videolarda har bitta topilganiga, birinchi topgan odamga, aniqrog'i 100 ming so'mdan tashab beraman kattasiga. Shunaqa gaplar. Tilimizni himoya qilish bu o'zimizga bog'liq va o'zbek tilida gapirish rus tilida aytadigan bo'lsak, modna bo'lish kerak. Shunaqa odamlarga yetib borish uchun.